Avvalambor assalomu alaykum. Demak, kimyodan yana bir masalani yechim qilishga boshladik. Xo'p, masalan, ishdan avval uni o'qib olamiz. Azon 2015-yilda tushgan masala. Azon kislorod aralashmasining tarkibida azonning to'liq parchalanishi natijasida hajm 35% ga oshdi. Demak, mana shuni so'zga chizib olamiz. Xo'p, mol miqdordagi kaliy orqali o'tkazilganda dastlabki azon kislorod aralashmasining 8 ml hajm o'tkazilganda necha gramm yo'l cho'qimi tushadi? Endi belgilash kiritamiz. O'sha. Nima bo'lyapti bu yerda? Azon to'liq parchalandi deb masala shartida aytilyapti, lekin to'liq parchalangani bilan xo'p, biz bu yerda necha gramm yo'l cho'qimi tushadi? Bitta reaksiyani bildirishimiz kerak, ya'ni kaliy yodid eritmasi orqali kislorod bilan reaksiyasini so'ramaydi, umuman reaksiya bermaydi. Bilishimiz kerak bo'lgan esa bu gaplardan biz azonni topa olishimiz kerakligini tushunishimiz kerak. Demak, bitta yozamiz. Xo'p, mana azon kislorod hosil qildi. Bitga 3, bitga 2 ga 3, 1 ga farq qilyapti, to'g'rimi? Dastlab aralashmada kisloroddan bo'ldi. Endi sizlarga hozir mana bu yerda 800 ni qo'yib ishlamasdan bitta osona usulda o'rgataman. Ichkarida detalda yetishga agar shunaqa masalalar tushib qolsa, o'zimizdan 1 mol olaylik. Xohlab mana 1 mol oldik. Xohlab 1 mol oldik. O'sha 1 molning 1 mol aralashma bo'lsa mana yoziladi, 1 molni 100%, 35% topadigan bo'lsam x teng 0.35 bo'ladi. O'sha 0.35 ga ortdi, ya'ni o'sha 0.35 farq bo'ladi. Boshqacharoq yozib qo'yaman menga. Demak, 0.35 farq bo'lsa, 0.35 mana farq. Oshganning o'zida, ya'ni 1.35 bo'lgan, mana keyingi aralashmada bizga u kerak emas. Shunday azonni topsak, proporsiya qilib 2 ga ko'paytsak 0.7 mol. Bo'ldi, bizga mana shu kerak, 0.7 mol azon bo'lgan. Endi aralashma bizda unday bo'lmagan. Aralashma dastlab mana o'zimiz qora rangda yozib ketamiz. 8 ml bo'lgan dastlabki aralashma. Bir nolda 8 bo'lgan. Bir nolda 8 bo'lgan. Shuni 0.7 moli azon bo'lgan. Shuni 0.7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 560 ml azon. Bo'ldi. Endi reaksiyani yozib qo'yamiz. Ya'ni kaliy yodid eritmasi ikki bo'lib qoldi. Demak, kaliy yodid eritmasi orqali kaliy yodid eritmasiga mana eritmada so'rmalar azon o'tkazilganda dastlabki degan joyi bor. Dastlabki azon aytib ketgan dastlabki azon kislorod aralashmasiga. Shuning uchun shunga kelyapmiz. Qo'shganimizda, demak, xo'p, 2 mol kaliy gidroksid yo'l cho'qimiga tushadi va kislorod gaz holatda ajralib chiqib ketadi. Mana uni ham olga 2 qo'ysak, menimcha reaksiya teng edi. 2 ga 1 4, 2 ta 4. Teng. Endi mana 560 ml bo'ladigan biz buni boshqacha rangga qo'ydik. 560 ml hovuch tagi millilitr bo'lgani uchun 22400 ml deb qo'yamiz. Yod massasi 254. Tepasiga x ishlaydigan bo'lsak, x barobar proporsiyani ishlaydigan bo'lsak, demak 6.35 gram ekan. Shunda bizda javob A javob ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.